Salom bolalar, bu короче mousepad. Mana ilk 2000 so'm depozit qilganmiz. Ilk 2000 so'm. 20 so'm qoldi. Masalan, shu o'yinni bosib o'ynab turamiz. Bu yerda 20 ming so'mga sotib olsa bo'ladi. Atak bizga mana shu ham bo'ladi. 200 ming, 300 ming chiqarsa bo'ladi o'rtacha, masalan 50 ming bilan. Chunki bizlar 2 so'mdan bosib o'ynaymiz. Masalan, 1000 so'm, 2000, 3000 beradi, keyin biz yana boshqa o'yinga chiqib ketamiz. Eng normal o'yin mana shu, masalan, depozitni ko'tarib olish uchun. Masalan, men 2000 so'mni asosda 50 mingga tushirib qo'ydim, boshqa o'yin o'ynadim, keyin shu o'yinga kirdim, chunki bu o'yin bam beradi. Shu o'yinni o'ynab o'tiraman. Men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, qaranglar. Hozir bu mana bu 1, 2, 3. 3 o'yin to'ladi. Asosida endi o'zini vaqti bor. Короче, o'sha to'lgandan keyin yana bonus beriladi. Qaranglar. Mana kompyuter, еще, mana notebook kichkina. Bu monitor bu hozircha ishlamaydi. Qo'shish kerak chunki. Atak bolalar, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, mana shuncha narsalarni bekordan-bekor olganim yo'q. Men ham mana shu mousepad ichida anchadan beri yurgan odamman. Mousepad normal beradi. Lekin bizlar nima qilamiz? Bizlar u narsa yo'q. Vo bilan bugun berdimi, to'xta. Yana bitta tiqay, yana bitta ketadi mana shunday, yana bitta ketadi orqasidan. Keyin yana ketadi. Keyin nima bo'ladi? Keyin ko't bo'ladi, pul qolmaydi. Pizdes yani. Unaqanisi kerak emas bolalar. O'yin berdimi, shuni o'yinlarda chiqib ketinglar bolalar. Narmani bergan payt. U kerak emas, orqasidan quvib, o'qib, endi bu короче bezukchi bizlarga gap o'rgatyapti, bunaqa emas. Men narmani gapiryapman bolalar. Bergan vaqtda chiqib ketish kerak. Keyin u promo kodga ham qaraydi, akkaunt turiga ham qaraydi. Bir xil akkauntlar bor, nihoya bonus bermaydi. Qirol tumensimga tushib qoldi. Qirq 5 mingga tushdi. Men просто 50 ming, 60 ming просто qisqa pulim qolib ketadi, o'shanga по kayfim o'ynayman. Lekin normal ko'taraman. Hozir bu pul masalan 50 ming, 40 mingni yutqazib bo'laman-ku. Masalan 200 ming, 300 ming depozit qilamandagi, mana bu yerda sotib olamandagi o'ynayman. Eng yaxshisi shu. Normal beradi ham. Dagon sal ko'paytiramiz. Bu endi 250 so'm, chunki juda kam summa, chunki 50 mingga shu bo'ladi masalan. Masalan 500 so'mdan 900 so'm kopeyka pullarda bundoq qilsa. Sabr qilamiz, anaqa tushib qoladi. Uchtasi bitta joyga tushadi, pizdes bo'ladi keyin. Nima deysizlar? Mana bu 40 mingga sotib olyapti. Sotib olaymi bir? Ko't bo'lsa keyin. Yo, tushish kerak hozir. Tushmay qayoqqa ham boradi. To'xtanglar, shuni avtomatik qilib qo'ysa bo'lar-ku. Mana bu harom narsa borda, ashka degan narsa. Tavsiya bermayman bile. Pizizmasdan qochiradi. Bu harom nima u? To'xta. Pulni siqib tashlaykan. Mana bu ekon yonyapti-da. Halicha bu harom yonmaydi. Lekin ashka piziz ana qildi, tomoq qirib yubordi bile. Bile bitta yetishmadi-da, bile portlasdi, aniq portlasdi. Keyinlari sizlar ham boshlang ortmay. Bitta sotib oldik men. 20 mingga sotib oldim. Endi 30 ming elib berib, 20 ming pul chiqarib beraman. Mana shunda eng muhim joyi. Mana shu aylanayotgan vaqt zo'ri tushsa agar, masalan mana bu oltinchalar tushsa, bir o'tib ketdi.
Voy, joyiga tushdi borki. Ko't bo'lib qolmadim-da bular gapda. Poxoy. Poxoy ismasiga. Ha, tepaga ham chiqay yana bitta. Vo jala. Bitta bosamiz. O, 1000 so'm bor. Bela. Man naxoy. Danu naxoy bo'ldi. Yana bosamiz. 3x dan berdi lekin bori bila. U tepaga ham berib bersa ekan bila. Bitta bor. Bila, oxirgi bitta tushsa ekan jala. Aytganimdek tushdi. Bila, pizdes bo'ldi. Man naxoy. Давай. Bila, pastga bitta tushsin, pastga. Jala tushdi. 4 ta imkoniyat bor naxoy. Pizdes naxoy. Давай yana bitta tushsin, bila, pastga tush, хотя бы, bila. Mana bu joyga tushsa ekan, bila. Ha, naxoy, 3 ta urinishimiz bor. Tushdi, men nimadir deyman-da. Chunki pastga qarang, bitta to'lib qoldi. 2x dan jala. 4x. Bila. Endi bu kichkina so'mdan lekin katta depozit qilib bitta sotib olish kerak, bolalar. Kayf qilish kerak-da. Mana bu qo'shiqqa bir avtoriskiy berib bermasin. Mana bu YouTube'da qo'shiq ketyapti. Bular avtoriskiy bersa pizdes keyin. Mana bunday qo'shiq qilib qo'yik просто. Sokin. YouTube ham harom bo'lib ketgan. Oxirgisi bitta tush, jala, bitta. Chunki tepasi yopiladi-da, bitta tushmasa. Qaranglar, pasti to'lmadi. 100 ming qilsam bular menga yetadi bugunga. Sigaret bilan bitta nos pul chiqadi. Pizdes. Man naxoy. Jala. Pizdes degani bu. Oxirida ham berdi konfet. Endi hisoblaymiz. Naxoy. 17 ming pulimiz bor edi boyna. Chunki 20 ming sotib olgan paytimiz. Jala 3x. Tepadagi ham birlashsa. Aytdim-ku 20 ming pulni bir u yoq bu yoq 20 ming qilib beradi, 25 minglar, 30 ming. Просто так по kayfim o'ynaymiz-ku bolalar. Zotda pul yarmi qaytdi-ku. 5 ming qo'shilgan. Jala, lekin 5 mingdan. Poxoy. Yo'q jala, mana ganno 3 tasi bir xil bo'ldi. To'xtanglar, mana shuni 5 ming qilsam. Bu yerda bular 40 ming bo'lib qolar ekan jala. Poxoy. 20 ming qolsin, yana sotib olaman. Nega ketib qolibdi bila telefon? Jingiz kezini. Chota bermayman deyman-da, to'xtanglar, sotib olaman. Poxoy. Nima bo'lsa bular? Normalni tushib qolar.
Bular yana o'sha tutsa ekan, bular pizza bo'ladi. Ko'p bo'ldi, oddiy tutishdi. Oddiy sut degani bu ham emas, 2x dan jala bu ham. Bu ham tepaga o'ta. Ya o'tmaykan bu haromi? O'tmaykan. Jala buncha tez bu, onangizga. Alladi bizlar bolalar, bizlar alladi bizlarni. Ko'zimizga siktigan lekin. Ye. Gandon. 250 so'm berdi, gandon. 20 ming sotib olgandan keyin 250 so'm qolyapti-da. Gandon, allada anangizga, yomonladi. Bilaman, mana shuni hech ishlamagandim shu kungacha. Bu ham ikkitalikda gandon. Lekin bu pastda ikkitalik. Yo, to'rttalik pul ekan bu ham. Bila major tutsa ekan, grand ekandan. Nima bo'ldi? Grand tutsa ekan, bila pas yopilib qolmasin-da, bila. O'jala. Bir 250 ming tush jala, grand tush bila. Tushdimi bolalar? Tushmadi. Inangizga tushdi. Nimadir bo'ldi-da. 2x bor. Bu yomg'ir berdi-ku, yomg'irda yoqaydi-ku sizga bu. Jala tushmadi. Tepa yopildi. To'xta. 9000 pulim bor gandon. 9000 qoldi sizga. Mana 3 oy ham to'lib qolsa nima bo'lar masalan? Harom tushmadi, harom. Harom qiliqlari bor-da. Oxirgisi Uzbekistan Airways'ga xush kelibsiz dedi. Siktirning dedi. Lekin normalni ishladik bolalar bizlar ham normalni ko'tardik. 50 mingdan ziyod bu ham. Или 50 ming chiqadimi, chiqmaydi bilasizlarmi? Men o'ylayman 50 mingdan ziyod chiqsa kerak deb o'ylayman. Ele qo'taq degan bo'lmadi. Jala 40 ming bo'lar ekan. 40 ming ham bo'lmay ekan. Paxoy 30 ming berdi, paxoy. Atmosferachi pizza, lekin просто mikrofon chapdi qo'lcha bilan. Alladan sizga 40 ming pulimiz qoldi. 3 ming minusdamiz hali. Bilibda 40 ming sotib olsam jala.
Harom. Harom. Buni 75 ming qilsak 60 ming sotib olayotganmiz. 60 mingga. Mana harom uyi, mana qaranglar, mana to'layapti-da, bu qachon portlaydi bu haromi? Jalla, bila. Mana naxoy, mana bu portlaydi. Anangizga men shuncha kutdim, bila. 3000 pulim ketdi, shuni kutganimcha. Tush. Biznes naxoy. Mana buni bila kayf desa bo'ladi-da, bila. Aytganimdek bila bir 100 ming qilaman shu pulni sizga. Bos naxoy, mana ko'p gapirguncha. Davay, 4 pasga qo'shil gandon. Tekin berdi, hech nima bermayman deyman-da anangizga. Yo, ber ekan bila. Tepa yopildi-da bila, alladi-da biza. Bizda zalladi bizlarni bila. Jala, tekin bergan narsa qo'taq qiladi. Voy jala. Yana 7 ming kerak. To'ldiramizda bila keyin. 7 ming bo'lsa, mana bu короче 700 so'm qo'yamizda 60 ming sotib olardik-da bila. Lekin men kayf qildim mana shu o'yindan ham. Chunki oldin boshqa o'yinlar o'ynasdim. Pulni bir sikib ketaveradi, bir zo'rq beraverdi. Keyin chiqib ketardim-da. Bu bilan beraver, olaver, beraver. O'ziga tortaveradi-da. Mana harom yonsa ekan bila. Jala. Mana tez yonib ketayotgan, mana qaranglar-da. Mana hali daxoya bor, lekin mana tugab pul bo'lyapti o'zi. Qarang, tez to'lib ketyapti-da. Mana ular endi asta to'layapti. Shunchadan beri. Mana ikki to'lsa ekan bila. Harom qarada to'lmasligini. Sen bila gandon. Siktir. Harom alyapti. Jala to'ldi mana. Mana bu boshqacha-da anangizga mana. Mana bu boshqacha anasingizga. Mana shu tushsa ekan bila. Mana shu gold yonib turgan kampir tushsa ekan. Qo'taq. Bu ham zo'r lekin sizga pizziz beradi. Lekin tekin kelgan narsa qo'taq ham bermaydi-da bolalar, to'g'risi-da. Grand tush, major tush. Major. Ama pas allada biza allada. Yo, ber ekan. Allada. Anangizga tekinda anangizga ham.
Haram allad. Puxoy, alla ursin. Bilad. Ha tizon yonani. Ma haram yonsa ekan bila bu ham. Ming pul bor alim. Jalasiklar. Ma haram kutib o'tiribman birisdan bir. Yonmadi bana haram yonmadi. Haram yonmadi da. Haram ya bitta tushganda shunaqa tekindan olardik. Ma haram yonmadi. Bildim nahoy. Tursun beribsan. Yonmadi haram yonmadi. Ma haramni просто qo'yib qo'yganmi deyman-da neyse. Ma haram shunchaki tushyapti. Yana tushdi, bunga ham tushdi. Yana tushdi shunga. Managa ham tushdi, endi yonmaydi bu haram. Billa 70 ming 80 ming qilsam bo'ldi, chiqib ketaman o'yindan. 20 ming pulni ham topib olaman. Enasini sizga bitta 40 mingga sotib olaman. Poxoy. Oxirgi pulim. Dubayskiy variant bilan nimani bu ham. Nima bo'lar ekan, oxiri nima bilan tugar ekan, nima bilan? Haromi, haromi. Biz zallashdilar ha. Haromi. Endi bu boshqa gapda bilan. Endi so'kmoqchi edim. Bilan men pulimni yo'qlamayman-ku, tushsin. Bitta narsa esdan chiqarmanglar. Qachonki katta depozit bilan katta summa yutish imkoniyati juda katta bo'ladi. Men просто по kayfim o'ynab turibman. Juda kam summa bilan. Chunki yo'qotayotgan narsa yo'q menda. 50 ming so'm qissa pul tushib ketaveradi.
Bildik. Kreditimi berganingizni bildik. Jala to'xta, og'a to'xta. 250 so'm qo'yaylik. Bildik. Katta so'm berib qo'yibsiz. Men harom to'lmadi, bilan. Hech qachon menga o'xshab YouTube'da bunaqa video chiqarmaganda hech kim hali. Kanalga ham qo'yaman bilan, bolalar bilan po kayfimga bilan ko'rmaydi hamda bilan. Ko'p bolalar bilan. Ay. Men haromsiz kim asam o'ynatyapti. Bola shunchadan beri o'ynab turibmiz-da, men harommi. Nimaga unday bermaydi bilan. Hay, jala qo'y bilan. Tisiga chakshakda. Sigaret bilan boshqachalar ham. Давай. To'xtaymiz. Поворот. Ashka bor, lekin ashka sigaretda emas-da. Keyinlari inasini sikib bitta sotib olamiz. To'xta. Ana sotib olamiz. Короче, 40 ming pul qolsin. Короче, 40 ming sotib olamiz. Nang sizga shu portlama, men portlama gapirmadim. Men xaron to'xtatib, portlaydi. Badabang. Bilar hobla qaraylar. Pizziz bular. Nangisiga cho'p berib tushib qoldim. Men tangacha tutsakim zo'r bular. Qirq ming pul yo'q nahoy. Og'a, tushundik. Tepaga o'tkazasiz. Grand tutsa borku, 500 ming tutsa borku biladi. Men ashkantim sindirib tashlayman-da sizga. Neyse, ben ko'rmay qoldim. Sindirib tashlayman. 500 so'mga berasanmi gandon bilan? Alladan bizardi. Va jala. Pizzaz alladan. Va gandon.
Pizza anladı. Anladı, anladı. Yine bas başı öğrenip sessiz. Hamam portalanında hakaret birlerle. O iyi inangisizga portlayotgan-ku bu ham, ey. Bunda ham ana bor-ekan-ku sizga, kuch bor ekan-ku. Ha, quda ham tushmaydi. Nimadir bo'ldi shu yerda. Pizdes yani bu. Alladi. Moval portlatamiz ha, 20 bir şey sotib olamiz keyin. Ne? Mana nahoy, mana nahoy. Ha, siktir dedim, qaranglar-da. Mana shu tushsa ekan dedi. Ha, bu tushishi kerak edi. Tepaga ham chiq. Yine to'rt. Qo'taqda to'rt olsin. Nimadir tushdi yana. Ikki tushibdilar. Voy bila. Voy jalam, nimni qilib qo'ysan. Qazin mahlidan. Pokhoy basamiz endi. Mana portlatamiz ha. Mana harom o'chani. Og'alar, nimalar bo'ldi, og'alar. Major tushsa ekan, jala.
neyse. Shundaysigayam ko'payadi-ku, harommi? Ye. Gandon bilan gram tushmayman, anangni sizga. Billa 44 ming bo'ldi. Bola ham sotib olamiz, qarab turinglar-da. Siktir bildim. Hozir bir 4 minglik o'ynaylik-da. Ma haromini yondiramiz endi. Kerak ming so'mga, pul qolmadi jala. Qo'ysin pul qoldi. Maosh tushsa ekan, billa, hech tushmayapti-da. Major tushsa ekan, jala 250 mi yo 500 mingga tushadi. Harom bo'ldi. Endi oddiysi tushdi. Ha, 4 ta bo'lsa endi billa. Skaydim-da, lekin 4 ta bo'lmagan, ishoninglar, alligim bo'lsa. Bu mini bor. 7 ming so'mda jala mini, tepara 7 ming so'm turibdi. Past chopildi. Pizdes bo'ldi. Qirq mingga uxladimmi? Uxladingmi? Uxlading. Neyski. Bizlar 5 so'mdan bosyapmiz, nima bo'lar ekan? Watch out. Berdi-da, ular pizdes beraydi-da. Depozitim kamlik qildi-da. O'yinni sikardim lekin. Og'alar, akalaring yutdi bugun. Chunki bekorga emas bu narsa. Bu boshqacha-da bu. Qo'taq bo'ldi. Bo'lma. Major tushsa ekan, 25 ming qaytarardi.
Nima bo'ldi? Qo'toq bo'ldi. Inangizga aytish. Qandan 5 so'm bo'ldi. Man nahvoy. Voy harom, voy harom, voy harom dedi-ku bular. Qanday qochding dedi-ku sizga. Shunday bo'ldi. Qanday meni allading, harom, qanday meni allading? Ma burada tutamizki, o'ynay chiqamiz. Ungacha balans yetsa agar. Inangizga. Tak, o'sha seni jalab berasiz. Mana to'l biladi, to'l onangizga. Bittasi aytaymi, katta depozit bo'lsa, mana shunday mayda so'mdan bos mablag' to'ldirib olib, keyin katta so'mni o'ynasalar pizdas beradi ekan, bolalar ishoninglar. Harom alladi. Depozit qolmadi, sizga bonuslarni bermay qolsak, bonusni ham sizga bo'ldik. Depozit qilib qo'toq qilamiz. Bonus qani? Bonusim bor mening, bonusim. Mening bonusim bor bile. Qaranglar. Pastga shuni qo'shamiz. Bile bonusni ham sharp toppan. Poxoy. Birinchi marta mana shu yer bonus chiqardi, Vexani yosalang promokodda. Sizga bonus yo'qmi joylar bosh? Harom.
Mana bu joyda mening bonusim bor edi. Voy billa. Shunaqa gaplar bo'lar. Shuni akkauntdan chiqamiz, boshqa akkaunt ochamiz sizga. Qaranglar. Badabang, dale. Ro'yxatdan o'tish bosamiz. Ro'yxatdan o'tish bosgandan keyin da. Kazino qilamiz. Sport qilib qo'ymanglar bular. Kazino deymiz soat. Promokodga VEH. Badabang ishlayapti promokod. Bitta bosamiz. Man kodlaringiz skamma lekin birontang mana shu login parol bilan kirib turib nimadir qilsalaring lekin akkauntdan. Keyin qilamiz depozit. Bo'ldi, shunaqa gaplar bo'ladi. Yangi akkaunt ochildi, depozit qilamiz. Yana video chiqaraman. Sizga bosh og'rib qoldi bular. Meni bitta narsa borda, kursdan sizlar topdinglar-da. Ne qilib turadi? Yana bitta akkauntim bor edi, pul bor. Shunaqa gaplar bo'ldi. Shu promokoddan shu ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng atliga ishni qilamiz. To'xtanglar, menda bitta narsa bor, nima edi? Bobet partinchi. Bitta ham sizga o'rganman bolalar. Так что пиздец yani bu. 1,500 Richmond qo'ydim. Badabang chiqarib berdi. Hafta narsa ko'rsam sizlarga qaranglar-da. Biz Telegram kanali ochilsin. Вот, наш kanal. Vashi kanali. Shuna kiramiz, mana promokod appga mana hamma narsa turibdi. Так что bular gazini bosamiz. Mana bu yerda mana bo'ldi, mana undan keyingi summa. Stavka eng yaxshi Mortal Kombat deyman, shuni deylaman. Shuna o'yinlarda eng past yuta ekan analar bular jamoalar. Shuna tikinglar atvichcha yuta. Yutmasa bor-ku, ism boshqa qo'yaman. Shunaqa gaplar bo'lar. Pizdes bosh og'rib qoldi. Tanasa ko'rsatamiz sizlarga. Man nahvoy. Mana ishlaydi, qaranglar, ishlaydi. Aytdim-ku, ishlaydi. Shunaqa gaplar bo'ldi. Atmosferacha pizdes. Ishlayapti bitta bu kompyuter. Ro'yxatdan o'tamiz, bolalar, esdan chiqmasin, promokod orqali. Bizning kanal bu. Mana shu kanalda hamma narsa berilib boriladi. Pastda yangi appga ro'yxatdan o'tishlar, tak dalее. Endi megabayt katta, endi Wi-Fi'dan ochib olasizlar. Shunaqa ketaveradi. Men deb mosbet har kuni o'ynab boraman. Bolalarga pul tarqatib beramiz. Endi mosbetda men aytdim sizlarga kamgina summa bu kayfim uchun. Qaranglar, debet, mosbet kupon qilsalang, debetdan ham ro'yxatdan o'tib kupon qilganlarda 100 so'z o'tadi. Promokod turibdi, promokod. Debet, bu emas, fake emas, bu fake eski bo'ldi endi. Mana shu promokod orqali ro'yxatdan o'tinglar. VH hammasi. Mana shular 100% bonus berayotgan promokodlar. Mana Mosbetda ham shunday. Day bo'lar, ishlaring omad. Videoni ham shu yerda to'xtatamiz. Nechta kamerachaga.